Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlarni PK deb nomlangan, xulosaviy va juda ko'p chuqur ma'nolarga ega bo'lgan ajoyib film bilan tanishtirib o'tamiz. Ushbu film Yer sharini o'rganish uchun kelgan va hindlarga asl dinni tanitgan PK ismli o'zga sayyoralik do'stimiz haqida bo'ladi. Hamma odamlar yalang'och yurishadimi? Bu g'alati ko'rmaydimi? Ana bu qarg'a yalang'och o'tiribdi-yu. Nima bu g'alati ko'rinmaydimi? PK ilk bor yerga tashrif buyurganidanoq birinchi uchratgan insoni firibgar o'g'ri bo'lib chiqadi. U PKni samoviy kemani chaqiradigan boshqaruv pultini o'g'irlab ketadi. U boshqaruv pultisiz o'z sayyorasiga qayta olmasdi. PK gapirishni ham bilmasdi. U yolg'iz va chorasiz qolgandi. U faqat bir narsani, endi sayyorasiga qanday qaytishni o'ylardi. Ko'rib turganingiz, Jaggu ismli keyingi qahramonimiz Belgiyada telejurnalistikadan dars berib yurgan paytlarida pokistonlik Sarfaroz ismli yigitni uchratadi. Ular o'rtasida paydo bo'lgan muhabbat sof va abadiy edi. Ko'p o'tmay Jaggu bu haqda ota-onasiga aytishga qaror qiladi. Ammo Jagguning otasi Sarfarozni pokistonlik ekanini eshitib, uni musulmon ekanini tushunadi va vahimada zudlik bilan Tapasvijining oldiga boradi. Tapasviji o'zini Tangri bilan gaplashayotgandek qilib ko'rsatib, odamlarni aldab, ularga bashoratlar qilardi. Jagguning otasi esa Tapasvijining eng ko'p tinglovchilaridan biri edi. Shu sabab ularning oilasini hayot tarzi to'lig'icha Tapasviji bilan bog'liq bo'lib qolgan. Shuning uchun ham Jagguning otasi birinchi bo'lib Tapasvijining oldiga borgandi. U yerda Tapasviji Sarfaroz Jagguni tashlab ketishi haqida bashorat qiladi. Bundan jahli chiqqan Jaggu Tapasvijini bashoratlari yolg'on ekanini isbotlash uchun Sarfarozga ertani o'zidayoq turmush qurishlarini taklif qiladi. Ertasi kuni Jaggu nikoh marosimida Sarfarozni kelishini kutib o'tirgan paytda bir bolakay unga xat olib keladi. Xatda yigit bu to'y ikki insonning o'rtasida emas, balki ikki oilani o'rtasida bo'lishini aytib, oilasidagilarni ko'ngliga ozor bermaslik uchun nikoh marosimiga kela olmasligini yozgandi. Qalbi tilka pora bo'lgan Jaggu o'z shahriga, Dehliga qaytadi va yangiliklarni uzatuvchi telekanallardan birida ishlay boshlaydi. Kunlarning birida Jaggu PKni ehson qutisidan pul olayotgan paytida uchratib qoladi. PKni o'g'rilik ustida tutib olib, kaltaklamoqchi bo'lishadi, ammo PK yuziga ma'budlarning rasmini yopishtirib olgani sabab uni hech kim ura olmaydi. Unda mana bu rasmlarni nega yopishtirib olding? O'z-o'zini mudofaa qilish. Jaggu PKni kuzatishda davom etadi va PKni atayin jamoat tartibini buzish orqali qamoqxonadan boshpana sifatida foydalanayotganini ko'radi. Jaggu navbatchidan 1 soatga ruxsat olib, PK bilan gaplashish uchun uni yoniga kiradi va PKga muxbir ekanini aytib, u haqda batafsilroq ma'lumot so'raydi. PK o'zga sayyoradan ekanini aytib, Jagguga barcha boshdan kechirganlarini aytib beradi. PK boshqaruv pultini yo'qotganidan so'ng juda ham ko'p qiyinchiliklarga duch kelgandi. Amallab kechirayotgan kunlarining birida uni mashina urib ketadi. O'ziga kelganida esa mashina haydovchisi PKni avtohalokat tufayli tildan qolgan deb o'ylab, o'zi bilan olib ketadi. PK gapirishni o'rganish uchun kimnidir qo'lini ushlashi kerak edi. U mashinani haydab ketayotgan og'ani qo'lini ushlaydi. Og'a buni noto'g'ri qabul qilib, PKni yengil tabiatli qizlarning oldiga olib boradi va PK u yerdagi qizni qo'lini ushlab gapirishni o'rganadi. Ertasi kuni PK og'adan boshqaruv pultini topishda yordam berishini so'raydi. PK pultini qidirib, politsiyachilar, yo'lovchi va sotuvchilar kimdan so'ramasin, faqat bitta javobni eshitardi. Boshqaruv pultingni men qayerdan bilay? Xudo biladi qayerda qolganini. Buni eshitgan PK do'kondan ma'bud sotib olib, undan boshqaruv pultini so'ray boshlaydi. Va ko'p o'tmay ma'budni do'konga qaytarib olib kelib, uni ishlamayotgani va quvvati tugaganligida taxmin qilayotganini aytadi. Sotuvchi esa uni batareykasiz qilib yasaganini aytadi. Shunda PK hayratlanib, buni siz yaratganmisiz yoki bu sizni yaratganmi deya savol beradi. Sotuvchi, bizni hammamizni Xudo yaratgan. Biz esa uni haykalchalarini yasab, ular orqali Xudoga ibodat qilamiz deya javob beradi. PK haykalda ovoz uzatgichilari yo'qligini aytganida esa sotuvchi Xudo uzatgichlarsiz to'g'ridan to'g'ri eshitishini aytadi. Shunda PK unda haykalchalarni nima keragi bor deya so'raganida
uni u yerdan quvib solishadi. Mana shu tarzda Pike juda ko'p dinlar va urf-odatlar chalkashliklarini ko'radi. Meni gunohlaring uchun Tangrim qochga tortilgan, uyalmaysanmi? Qochga? Qachon? 2000 yil muqaddam. Nasroniylar ibodatxonasida musallas tursa, musulmonlar masjidida undan uzoqroq yurish haqida gapirilardi. Hindlarda bevalar oq kiyim kiysa, boshqalar oq kiyimni to'ylarda kiyib, o'limda qora kiyilishini aytishardi. Qora chimmatda yurgan musulmonlarni ko'rib, ulardan kim o'lganini so'raganida esa, ularni eri quvib soladi. Pike bir-biridan mutlaq farq qiladigan bu dinlarni ko'rib, hech narsani tushuna olmay boshi qotgandi. Bu nima ahvol? Nahotki Xudo ko'p bo'lsa-yu, ularning har birini din deb atalmoq o'z kompaniyasi va o'z menejerlari bo'lsa. Nima qilyapsiz? Belgisi qani? Belgisi. Buni qaysi dinga mansubligini men qanday bilaman? Pike asl yaratganni topish uchun quloviga chalingan barcha dinlardagi ibodatlarni qilib ko'rishga qaror qiladi. Pike bu qarama-qarshi chalkashliklarni anglolmay, qiynalib ketganidan ko'ziga yosh oladi. Kimdir cherkovga oyoq kiyimda kirsa, boshqasi buning uchun jazolaydi. Kimdir sigirga sajda qilishni tayinlasa, boshqasi uni qurbon qilish kerakligini aytadi. Pike juda ham qiynalib ketgandi va tezroq o'z sayyorasiga qaytishni xohlardi. Ibodatlarining birida Pike Tapasvijining oldiga kirib, boshqaruv pultini ko'rib qoladi. Tapasviji esa u go'yoki ma'budning unga bergan bir sovg'asi ekanini aytib, u yerdan Pikeni haydab solishadi. Pike bularni barchasini aytib berganidan so'ng, Jaggu unga ishonmay, uni ruhiy kasalga chiqaradi. Qamoqxonadan chiqqanlarida esa bir keksa inson Pikeni qo'lidan tutib, xotini kasalxonadaligini aytib, Pikedan pul so'raydi. Pike pulni berib, Jagguga cholni qo'lidan ushlab turgan payt, chol kasalxonadaligi haqida yolg'on gapirganini aniqlaganini aytadi. Aslida esa uni ayolini tug'ilgan kuni ekani va muzqaymoqqa pullari yetmay qolgani uchun bu ishni qilganini aytadi. Jaggu bunga ishonmay, cholni orqasidan kuzatib boradi va Pikeni gaplari rost ekaniga o'zi guvoh bo'ladi. Shundan so'ng Jaggu uni uyiga olib keladi. Bir odam raqamda adashib, tushuntirishiga qaramay, Jaggudan bir bemor haqida so'rab, qayta-qayta qo'ng'iroq qiladi. Jaggu to'yib ketganidan go'shakni olib, u so'ragan bemorni qazo qilgani haqida aytadi. Pike esa u noto'g'ri raqamga qo'ng'iroq qilganini aytsa ham, qo'ng'iroq qilavergani uchun uni mazax qilib, undan o'ch olganini aytadi. Bu holatdan Pike ibodat qilgan vaqtlarida Tangriga murojaat qilishdan noto'g'ri raqamga tushganini va uni noto'g'ri raqam egalari mazax qilishganini tushunadi. Bu haqda Jagguga aytib berganida esa, Jagguda ajoyib fikr paydo bo'ladi. Jaggu uni Tapasvijining oldiga olib boradi. U yerda bir odam Tapasvijiga ayoli betob ekanini aytadi. Tapasviji esa unga 4000 kilometr uzoqlikdagi Himolay tog'iga borib ibodat qilishini tayinlaydi. Shunda Pike bu noto'g'ri raqamligini aytib, agar sizga farzandingiz muammosini aytsa, siz uni muammosini hal etasizmi? Yoki muammoingni 4000 kilometr uzoqqa borib ayt, shunda yordam beraman deysizmi deya misol keltiradi. Tapasviji javobsizlikdan tushlik vaqti bo'lganini e'lon qilib, ibodatxonani tark etadi. Jagguni hamkasblari buni video tasmaga tushirib olishadi va bu televideniya bo'ylab shov-shuvga aylanadi. Bundan Jagguni otasini jahli chiqadi va Pikeni yoniga kelib, "Sen fitnachisan, do'zax azobidan qo'rqmaysanmi?" deya Pikega jahl qiladi. Bu holatdan Pike ko'p din boshchilari dinni tijoratga aylantirgani va bunda insonlarni qo'rqitishdan foydalanishlarini tushunib yetadi va buni tushuntirib berish uchun ularni imtihon bo'layotgan o'quv markazini oldiga olib keladi. Pike u yerga ehson va ibodat uchun joy tayyorlab, o'quvchilar imtihondan qo'rqqanidan ehson uchun pul tashlab ibodat qilishayotgani va bu yoqda esa tijoratni zo'ra ketayotganini aytadi. Ammo shunda ham Jagguning otasi tushunishni xohlamasdi. Keyinroq otasi Jagguga undan uyalishi haqida Jagguga xabar yuboradi. Jaggu mast holida Pike bilan uyga qaytadi. Pike Jagguni yoqtirib qolgandi. Pike o'ziga ism topishni taklif qiladi va bir necha ismlarni qog'ozga yozib, qog'ozlardan biriga Jagguni sevishini yozadi va ism tanlashda yordam berishini so'rab Jagguga beradi. Jaggu ismlarni ko'rib chiqayotgan payt, Pikeni izhoridan bitta oldingi qog'ozda Sarfaroz ismini o'qib qoladi va ko'ziga yosh oladi. Buni ko'rgan Pike Jagguni qo'lidan tutib, Jaggu bilan Sarfaroz o'rtasidagi bo'lib o'tgan narsalarni
va ularning muhabbati haqida bilib oladi. Ertasi kuni Tapasviji Pikeni bahsga chaqiradi va bahsda g'olib chiqsa, unga boshqaruv pultini qaytarishini aytadi. Pike Tapasvijining yolg'onlaridan birini misol qilib, Jagguning otasiga sarfaroz haqida yolg'on gapirib, ularning muhabbatini barbod qilganini aytadi. Shunda Tapasviji uni sarfaroz tashab ketishi haqida qilgan bashorati to'g'ri chiqqanligi haqida so'rab, Jagguga murojaat qiladi. Jaggu buni tasdiqlaydi. Shunda Pike o'sha kuni xatni olib kelgan bola xatni qo'lida mushugi bor qizga berish kerak bo'lgani va u yerdagi qizni mushugini ushlab turgani sabab xatni adashib Jagguga berishganini aytadi. Jaggu esa Tapasvijini musulmonlar yolg'onchi bo'ladi deya tuhmat qilgan noto'g'ri raqami sabab sarfarozga qo'ng'iroq ham qilmaganini aytadi. Jaggu o'ylanib qoladi va bir paytlar sarfarozni Pokiston elchixonasida ishlaganini eslaydi. Ular Pokiston elchixonasiga qo'ng'iroq qilishadi. Allo, sizlarda sizning ismingiz Jaggumi? Pokiston elchixonasidagilar sarfaroz menga Dehlidan Jaggu ismli qiz qo'ng'iroq qilmadimi deya har kuni qo'ng'iroq qilib so'rashini aytishadi. Qo'ng'iroqni sarfarozga ulashadi. Sarfaroz o'sha kuni nikoh marosimiga kelgani va u yerdan Jagguni topolmaganini aytadi. Sarfaroz. Shundan so'ng Pikega pultini qaytarib berishadi. Jaggu Pikeni kuzatish uchun chiqqanida esa uni o'zi bilan juda ko'p kasetalarni olib olganini ko'radi. Jaggu ularda nima yozilganini so'raganida Pike qushlar, suvlar va boshqa yer tabiatidagi ovozlar deya javob beradi. Pike narsalarini tushirib ulgurmasidan avtobus ketib qoladi va Pike avtobus ortidan ketganida Jaggu kasetalarni eshitib ko'radi. Kasetalarda faqat Jagguning ovozi yozilgandi. Jaggu Pike uni yoqtirishini tushunadi. Pike o'z sayyorasiga ketadi. Qushlar, jonivorlar, tirbandlik shovqillarini yozdi. U yerga kelib aldashni o'rgangandi va haqiqiy sevish bu sevgan insonini baxti uchun uni qo'yib yubora olish ham ekanini o'rgatgandi. Film shu yerda tugaydi. Do'stlar, tomosha qilganingiz uchun rahmat. Film haqida fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring va agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish orqali bizni qo'llab-quvvatlashni unutmang.